Rivoyat qilishlaricha, bir kuni musicha qattiq xafa bo'libdi. U Xudodan hech narsa so'ramaslikka qaror qilibdi va hech narsa so'ramabdi. Farishtalar uni uzoq poylashibdi. Lekin musicha hech narsa so'ramas ekan. Kunlardan bir kuni musicha yorilibdi va Xudoga shunday zorlanibdi. Ey Xudo, mening gunohim nima? Bittagina inim bor edi. Daraxtda o'sha inim menga qishning sovug'idan isinishga, issiqda esa salqinlashga yordam berardi. Bir shamol yubording-u, inimni kun-payakun qilding. Ayt, gunohim nima edi? Nima uchun bu inimni mendan ayirding, ey Xudo? Aslida daraxtning tagida katta bir ilon anchadan beri musichani yeyish uchun payt poylab yurgan edi. O'sha kuni uning uyi buzilganligi sababli musicha boshqa tomonga qarab uchib ketdi va uning joni omon qoldi. Ba'zida inson hayotida shunday muammolar bo'ladi va u Xudodan so'raydi: "Ey Xudo, mening gunohim nima edi?" Lekin har bir bizga bexayr bo'lib ko'ringan ishning ortida bir xayr turadi. Xayrli bo'lib ko'ringanining ortida esa bexayrlik turishi mumkin.